Assalomu alaykum, Asrlar hayoti kanalining kuzatuvchilari. 2026-yil 18-aprel holatiga asalarilarimizni 80% aholisi urchib qaytdi. Yangi ona arilarga belgi qo'yapmiz. Urug'langan ona arilarimizni eski ona arilar 2025-yil ona arilar bilan almashtiryapmiz. Mana ishlar jadallashib ishlab asalarilar minonukleuslarga yana urug' ekamiz. Minonukleusdagi arilarimizni olganimizdan keyin arimizdan bitta ikkita ro'y chiqib turibdi hali ham. Mana bitta ro'y. Chunki har kuni kela olmayapmiz, yordamchilar ketib qoldi. Mana belgilar. Urug'langan. Bitta mana shu oilada mana urug'lanmagan. Ikkita galchka bo'lsa urug'langan, bitta galchka 4-kuni chiqqan. Ona arini ko'zimiz bilan ko'rganmiz, lekin nimadir sababga ko'ra urug'lanmagan mana yoki ro'yga chiqqan. Endi bunga minonukleushlarimizdan va paketlarimizda urchigan buni yonidagi arilardan ari olib, urchimaydigan bo'lsa yoniga qo'shib yuboramiz. Mana bu oldidagi urchigan, o'rtadagi перегородка, ya'ni to'siqni olib tashlaymiz. Mana ari urchib bitta mumpardaga ishlaydi aris. Shuni ustini ochib qo'yamiz. Bitta to'siq, mana bu to'siqni ko'ndalang qilib qo'ysak, arilar mana bu ari yetim bo'lib turibdi-ku, bitta o'tib ketadi. Shunaqa. Eski arilarimizni ro'ydan qaytarish uchun vashina, sush beryapmiz. Mana bu rasplot berildi degan. Endi o'zimiz uchun belgi qilib qo'yganmiz. Mana bunga rasplot berilgan, mana bunga ham rasplot berilgan. Arini kuchiga qarab, ari kuchsiz bo'lsa, eski 2025-yil arilardan yangi urchigan arilarga bunday rasplot olib beramiz. Mana kuchi kam bo'lsa, mana shu ikkalasiga rasplot olib berilgan. Keyin oyoqda obzor qiling, temir oyoqda deb kommentariyada yozishgandi. Oyog'imiz mana bu armaturani 8 cm qilib kesib olib, ikkita chetidan, ikkita tagidan o'sha 4 ta teshik bilan qotirganmiz. Mana bu yashikni ko'targan payti tushib qoladi. Bunga ugolnik, mana bu ugolnikka 2,5 ga 2,5 profilda svarka qildirib, keyin buni ichiga 2 ga 2 profil tushadigan qilib, mana bu yerda dastasi bor. Mana dastasi 10 cm, oyog'i 45 cm. Har xil mana bunaqa begona o'tlar, hasharotlar, chumoqlilar, sichqonlar kirolmasligi uchun bahorda asalari yerdan chiqqan, asalari yashigi yerdan chiqqan nam holini sovuq qilib terlatib, buni zax qilib qo'ymasligi uchun tagidan shabada o'tib turadi. Ham yozda mana bunaqa issiq havolarda asalari yerda turadigan bo'lsa, shunda kelgan shamol buni tagidan o'tgan payti tagini ham sovutib turadi. Shamol esish natijasida mana bu yerda ventilyatsiya hosil bo'lganda mana bu yerdagi teshikka shunday kelib shamol kirib ketadi. Agar yerda turadigan bo'lsa, bu isib ketadi. Keyin hozir asalarimizda havo sovuq bo'lganligi uchun uchish teshiklarini asosiy qismini janubga qaratganmiz. Mana bu taraf janub taraf, mana bu taraf shimol taraf. O'zi aslida o'rmonda joylashgan asalarilar ekspertlarning natijalari shuni ko'rsatadi. O'rmonda daraxtning kovoyiga aksariyat ko'p arilar shimol tarafga qaratib, inini teshigini shimolga qaratgan. Hozir havo sovuq hamda atvodkamiz, kuchsiz asalarilarimiz uyasini sovuta olmay, rasplotimiz muzlab qolmasligi uchun asosiy qismini janubga qaratib qo'yganmiz. Mana bu yerdan yashikka issiq uradi. Asalari yashigi oz bo'lsa ham qiziydi.
Endi bular urchigandan keyin xudo xohlasa, agar bu yerda yaxshi ishlamasa asalarimiz, tabiatimiz yoki boshqa yoqqa ko'chiradigan bo'lsak, buni uzunasiga qaratib, ya'ni uchish teshiklarini g'arb tomonga va sharq tomonga, quyosh chiqish va quyosh botish tomonga qaratib qo'yamiz. Ya'ni mana bu tarafi g'arbga qarab tursa, bu tarafi sharqqa. O'shanda asalari yashigimizning mana bu yonbosh qismi faqatgina yonbosh qismi janubga qarab turadi. Shunda mana shu yerdan issiq uradi. Qolgan uyaning barcha qismiga salqin bo'ladi. Va shunday qatorda birma-bir joylashtirganimizda asalari yashiklar bir-biriga yaqinlashtirib soya bo'ladi. Faqat tomidan issiq urishi mumkin. Issiq urmaydi, unda ham issiq bo'ladi. Ustida to'shaklarimiz bor mana. To'shagimiz hisobiga bu tomshoq vazifasini o'taydi, jaydarcha qilib aytganda. Shu. Hozircha shu ishlar qizg'in. Kerak bo'lsa video ham ola olmayapmiz. Buning uchun sizlardan uzr so'raymiz. Nima haqida video qilishni aytsalaringiz, kommentariyada yozsalaringiz, shunga qarab videolarimizni chiqaramiz. Oldindan rahmat. 2026-yil hammaga omadli kelsin. Sizlarlar ishlayapti. Rejanlar kelyapti. Havo 3 kun past bo'lganiga asalarimiz ishlamaydi. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Fikrlaringizni kutib qolaman.